Yotar vaqti kelganda Rasuli Akram alayhisolatu vassalomning odatlari, Hazrati Oyisha onamizni rivoyat qilishlaricha, yotar joydan o'rin olganlarida o'tirib turib, qo'llarini undoq qilib og'zlariga olib kelib turib, Ixlos surasini, Qul huvallohu ahadni, Qul a'uzu bi robbil falaqini, Qul a'uzu bi robbin nasni o'qib, kaftlariga dam soqtirib, boshlaridan silab, oldilarini hamma taraflarini silab, yana dam soqtirib, orqa taraflarini silab, keyin yotardi. Mana shu suralarni hisn deydi, qo'rg'on. Ana shu dam bilan butun badanni sirpab, Allohdan niyat qilgan har qanday narsadan qo'rg'on bo'lib to'sib turadi. Har kuni shuni qilish kerak. Tahorat bilan yotish kerak. Yotishdan oldin tahorati ketadigan bo'lsa ham tahorat qilsin. Tahorati bo'lsa tahoratli yotsa yaxshi. Lekin tahoratlik bo'lmasa tahorat qilib olib yotsin. Shu yotgani bilan inshaalloh bomdodgacha tursa ibodat o'rniga o'tadi yo'qsa. Chunki niyat bilan tahorat qilib duoni o'qib yotdi. Uyqusi ham ibodatga aylanadi. Qarang, qanday go'zal. Qanday chiroyli. Ana yotganda o'ng yonboshi bilan yotadi, o'ng qo'lini kaftini o'ng yuziga qo'yadi. Bismika robbi wada'tu jambi va bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha va in arsaltaha fafhasha kama tahfazu ibadaka solihin deb qo'ydi. Bismika robbi, Robbim seni isming ila wada'tu jambi, yonimni uyquga qo'ydim, ko'rpaga qo'ydim, yonboshladim. Va seni isming bilan yonimni yana ko'taraman. Inshaalloh. Agar nafsimni tutib qolsang, jonimni tutib qolsang, qo'yganmasam, o'lib qolsam, endi mag'firat qil. Lekin uyqumdan keyin arsaltaha qo'yib yuborsang, endi boshqa solih bandalaringni qanday muhofaza qilib saqlasang, meni ham shunday muhofaza qilib saqla. Dunyoda undan chiroyli davo yo'q. Dunyoda uxlagani yotayotgan odam o'qiydigan bundan chiroyli tilak yo'q. Buni esa bizga Robbul alaminning habibi bo'lmish sevimli payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'zlari o'rgatganlar.